biznesimda qilgan 3 ta xato. Birinchisi, hamma ishni o'zim qilardim. Marketingga ham o'zim, sotuvga ham o'zim, ishlab chiqarishga ham o'zim, xizmat ko'rsatishga ham o'zim. Buni oqibatida juda ham ko'p ishlar menga bog'lanib qoldi, biznesim rivojlanmadi. Ikkinchisi, xodimlarga ish buyurishni o'rniga ularni ko'ngliga qarardim. Ya'ni vazifa berganimda ular ko'ngliga qarardim. Ha mayli qilolmay qolsam, mayli derdim va oxirida kaltak meni bo'ynimda sinar edi. Birak bo'lsa ham meni bo'ynimga, sotuv bo'lmasa ham meni bo'ynimga. Oxirgi muammoni men to'lar edim. Va oxirgi eng ahmoqona qilgan xatoyim bu hisob-kitobni qilmaganim. Qancha pul tushdi, qancha chiqdi, qancha qoldi va sof foyda bo'ldimi yoki bo'lmadimi? Prosta tak оборотni qildik, foyda aniqlanmadi, hisoblanmadi. Oxirida esa bankrot bilan chiqdim. Demak, bu 3 ta xatoni qilmaymiz. Ha, o'zi qilib bo'ldingizmi? Joningiz omon bo'lsin. Unda bu xatoliklarni qilmaslik uchun keyingi videolarni ko'rishda davom eting.